birinchi farzandimiz bilan ikkinchi farzandimizni orasi necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, kichik farzandimiz tug'ilgan paytida biz katta farzandimizni bizni aytganimiz qilish uchun qanday harakat qilamiz? Standart o'yinda erkalatishni avtomatik kamaytiramiz. Katta farzandimizni erkalatmay qo'yamiz. Sen katta bo'lding-ku deymiz. O'yinchog'ini ukasidan yoki singlisidan qizg'ansa, sen kattasan, ber deymiz. Bu ikkinchisi. Biz bolamizni yoshini hisobga olmaymiz. Holbuki agar sizni bolangiz bitta bo'lganda, uni hozir ham erkalatib yurgan bo'lardingiz. Lekin ukasi tug'ilganligi uchun uni birdaniga siz katta obrazga olib chiqib qo'yasiz-da, katta insonga olib chiqib qo'yasiz, lekin u bola bo'ladi. Bolaligini yashamay o'tgan bo'ladi. Oxirgi paytlarda men bolaligini yashab o'tmagan bolachalarni juda ko'p ko'rdim-da. Va shuni aytmoqchimanki, va avtomatik bolani ong ostida ukam mani o'zi ayta olmasa ham baxtimni, quvonchimni, bolaligimni, ota-onamni mendan olgan degan ong ostida o'zi anglamagan o'y-xayol paydo bo'ladi. Va shuning uchun bola ukasini urishga, g'ashiga tegishga, deylik, agar qo'rqinchliroq tilda aytadigan bo'lsak, barbod qilishga harakat qiladi. Chunki unda bosilgan tuyg'ular bor. Shuning uchun eshitib oling, farzandingiz nechta bo'lishidan qat'iy nazar har birini erkalang. U farzandingiz katta bo'lsa ham, ukasidan o'yinchog'ini qizg'anishga haqqi bor. Siz tasavvur qiling, siz hozir o'zingizda, masalan, singlingizga agar singlingiz bo'lsa, hamma narsangizni berib yubora olasizmi? Singlim kichkina deb berib yubora olasizmi? Yo'q, unaqa qila olmaysiz. O'zingizga yoqqan kiyimingizni berib yubora olasizmi? Meni singlim qiynalib qolgan deb berishingiz mumkin, vijdon deb berasiz, lekin ich-ichingizda bergingiz kelmay turaveradi. Bitta o'yinchoq uchun yig'lama deymiz. Lekin holbuki agar bizni ham holatimizda keng o'ngda qarasangiz, biz ham oddiy o'yinchoqlarga talashamiz. Mashina talashamiz, uy talashamiz, pul talashamiz. Uni ahamiyati yo'q. Uni ongida o'zini mashinasi katta mashina, xuddi bizni ongimizda biz o'ylaymiz, bizani mashinamiz real, bolamizni mashinasi real emas deb o'ylaymiz. Yo'q, kechirasiz, unaqa bo'lmaydi. Va shuning uchun ham bola akasi, ukasini deylik yomon ko'rishni boshlaydi. Katta farzandlarni yuragida alam qolishi va sizni aytganingiz qilmasligi shundan bo'ladi. Shuning uchun farzandingiz katta farzandmi, kichkina farzandmi, ahamiyati yo'q. Siz baribir hammasiga mehr berishingiz kerak. Va qachon mehr berasiz? Qachon? Agar o'zingizda bo'lsa o'sha narsa. Bo'lmasa albatta bermaysiz. Chunki hozir menda bitta ishtirokchimiz savol berdilar-ku, meni bolalarim orasi 3 ta farzandim bor va qiyinchilik bo'lgan, pul yetishmovchiligi bo'lgan. Shundan keyin men bolalarimga asabiy bo'lib qolganman deb aytdilar-ku. Va men ham sizga agar kechami oldingi bo'lsa eshitgan bo'lsangiz bitta atribik kesib qo'ydik-da kanalga va YouTube'ga buni joylashtirdik. Men ham bu bilimlarni bilgandan keyin farzandimga qilayotgan munosabatimni, muomalamni analiz qilishni boshlaganman-da. Hech qachon siz bilasiz-ku o'zingiz, xohlab bolangizni urishmaysiz. Hech qachon. Qachon urishib yorasiz? Og'riqlaringizdan kelib chiqqan holda kimnidir jazolay olmagansizda, o'shani alamini ongsiz ravishda farzandingizdan olmoqchi bo'lasiz. Eringiz xiyonat qildi-da, o'shani alamini farzandlaringizga baqirib olasiz. Eringiz xiyonat qildi-da, deylikda, endi standartniy o'yinda. Eringiz xiyonat qildi-da va siz nima qilasiz? Mana shunday qo'ysam yaxshiroq menimcha. Eringiz xiyonat qildi-da, deylik, siz farzandingizni ong ostingizda kasal qilib, keyin sevgi ola olasiz. Chunki bilan xotin munosabatini ongli ravishda garmoniyaga keltirish bilimingiz yo'q. Shuning uchun siz avtomatik ong ostida bolangizni kasal qilib olasiz. Undan keyin eringiz yugurib keladi, keyin uni siz bo'yniga qo'yasiz, shunda hammasiga u aybdorligini ishontirasiz. Ma'lum bir pul ketadi, boshqa ketadi, bolani majburlab deylik, ukollarni, antibiotiklarni urib tiqib tuzatamiz va u 3 oyga yetadi maksimum. Keyin yana yana o'zini eski haligi
o'y-xayollarda ketishni boshlaydi, siz ham o'zingiz o'y-xayollaringiz ketishni boshlaysiz, bola yana kasal bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosiy sabab yechilmadi. Hamma bir-biridan sevgi qidirib yuribdi-da, ichki olovini, ichki sevgisini, ichki muhabbatini hech kim deylik ochib olish haqida o'ylamayapti. Hamma aybdor qidirib, bu aybdordan keyin ongsiz ravishda ayollar ko'pincha bolasini kasal qiladi. Eng yaxshi qurol, ayollar eshitib oling, eng yaxshi qurol ongsizligimizda eng yaxshi qurolimiz bizni bolamiz. Biz bolamiz orqali atrofdan o'ch olmoqchi bo'lamiz. Qo'shilasizmi shu fikrimga?